Endi tayyorlab bo'lgan lenta gulimizni buket qismini, ya'ni pastki qismlarida tayyorlashni o'rganamiz. Bu uchun mana shunaqa yashil bargni o'rniga xohlasanglar tayyor kiloli barglar bor, o'shadan foydalansanglar bo'ladi. Lekin men eng ekonomichniy arzon variantini o'rgataman sizlarga, har doim bilasizlar. Shuning uchun ham mana shunaqa klyonkalar bo'ladi. 900 so'mdan olaman men donasini. Sizlardan hech pul bilmayman. Qatlab ursanglar, o'zi mana shunaqa shaklga kelganda kesib olsanglar bo'ladi. Mana. Pastiga kley suramiz va joylashtirib qisib olamiz. 2 dona kerak bo'ladi bizga. Yana kley suramiz. Va endi bunisini bunaqasiga joylashtiramiz. 2 dona ketadi bitta gulimizga. Yetadi. Mana yuqoridan ko'rinishi. Mana tayyorlab oldik. Endi buni olib qo'yamiz chekkaga. Bizga buket qog'oz kerak bo'ladi. Bitta buket qog'ozimizni mana shunaqa 4 ga bo'lib olamiz. Mana shunaqasidan tanladim. O'zingizlar xohlaganingizda ishlatib o'rishinglar mumkin. Bitta buket qog'ozimizni 4 ga bo'lib olamiz va bizga mana bittasi butun, bittasini 2 ga bo'lamiz. Mana shuni yana 2 ga bo'lamiz. Naqshlarga e'tibor bilan chiroyli e'tibor bersanglar, yana ham chiroyli bo'ladi. Tayyorlab oldik va mana bunaqa 4 ga bo'lib olganimizni yana 4 ga bo'lib ham olishimiz kerak. Mana bunaqa kichkinasidan ham kerak bo'ladi. Shunda bizda bitta buketimizga bitta 4 dan bir qismi va bitta ikkita mana shuni bo'lingani va bitta mitticha kerak bo'ladi. Undan tashqari va yana bitta boshqa rangli mana shunaqa kerak bo'ladi. Jami bizda bitta buket qog'oz ketadi bittasiga. Bitta buket qog'oz yetadi bizga. Bitta buketcha tayyorlashimiz uchun. Endi mana bitta tomonini mana shunday qo'limizni qo'yib qatlaymiz. Mana shunday qo'yib qatlaysizlar. Mana shunday shaklda qatlab stepler bo'lsa stepler bilan, stepler bo'lmasa kley bilan mahkamlab olamiz. Endi bu tomonini ham qo'limiz bilan qatlab mana shu shaklda kley va kley. Mana buni olib qo'yamiz va ikkinchi tomonini buni ham ozgina qayirib shu shaklda kley. Ikkita uchta joyidan kley qilib olamiz. Endi bu tomonimizni shaklda tayyorlab oldik. Endi mana bu o'rtadagi nimamizga, ya'ni kattasiga mana shunday qo'yib olamiz. Shu shaklda qo'yib olasizlar. Balandligi mana shunday o'rtasida mana shuncha bu yoqrog'idan, mana bundayroq, mana shu qo'ysanglar normada bo'ladi va mana ushlaymiz pastidan. Orqasini tortamiz. Mana orqa qismi qayrilib qolishi kerak emas va shu joyiga kley qo'yib yopishtiramiz. Mana yopishtiramiz va mahkam o'sha joyini g'ijimlaymiz, pastki qismini va skoch bilan o'rab olamiz.
skoch bilan o'raymiz. Endi mana ikkita tomonini qilib olganimizni bittasini gulimizdan ozgina balandroq qilishimiz kerak. Mana o'ng tomoni qayrilganda o'ngga, chap tomoni qayrilganda chapga qilib mana kley suramiz, yopishtiramiz. Orqalarini xuddi shu shaklda kley surib yopishtiramiz. Va pastlariga kley suramiz. Endi yana xuddi shunday pastki qismiga mahkamlaymiz. Mana endi ikkinchi tomonni ham xuddi shu shaklda, ya'ni mana shunday qilib kley suramiz. Tekislab kley surib olasizlar. Yana pastki qismiga skoch qilamiz. Mana uchlik joyini ozgina olib tashlasak ham bo'ladi. Chunki yosh bolalar ushlaydi-ku, baribir odam xayoliga har nima keladi. Bir joyga kirib ketadimi, tilib ketadimi, bezopasnost bo'lish uchun. Mana shu shaklda ikkita tomonni ham bekitib olamiz. Endi mana bu 4 dan 1 qismimizni mana shu shaklda qo'yib olamiz. Mana shunday qo'yasizlar, ushlaysizlar va tepadan kley qilamiz. Birinchi ikkita tepasini qilib olishimiz shart, qimirlab ketmasligi uchun. Mana kley surib, hop yopishtiramiz. Bu tomonni ham kley suramiz, hop yopishtiramiz. Mana shu shaklda. Endi bizga boshqa rang kerak bo'ladi. O'tkirroq rangdan foydalansanglar ochib beradi. Mana shu joyidan ozginasini g'ijimlab olamiz va kley suramiz ozgina joyiga. Va shu shaklda qo'yib olamiz. Va orqa tomoniga pastki qismlarini skotchlab tayyorlab qo'ydik. Endi eng oxirgi jarayonimiz lentichka. Lentichkamizni ozgina kesib olib, shunday aylantiramiz va oldiga olib kelib ikkita tugib qo'ysak ham bo'ladi, xohlasak banchik qilsak ham bo'ladi. Mana shu bilan bizni buketchalarimiz tayyor. Bularni bemalol 15 ming, 20 ming, 25 ming, 10 ming so'm sotsanglar bo'ladi.